Bağçalık hakkında kısan namlıq əsərdə ən köp tədbir işlətən tədbirkar zadi kim o? Yani üç bağçalık hakkında kısan namlıq əsərdəki ən katta rəngvaz zadi kim o? Bu məzmun qılqılğan dostlar, məni güvəncə qublayıb filmnin davamına diqqət qılana. Əmdə bu əsərdəki tədbiri, rəngvazlığı persent ən yuqurğa çıxan mandaq 4 şəxs var. Bunun 4-incisi Cashu. Hem de ma Cashu yeni üç bağçalık hakkında kıssada çıkmaydı. Kon üç bağçalık hakkında kıssa bilen yoki kitabını okup bakkanlar olsa bildi bunu. Bu yerdeki Cashu Dunjoga bir mezgil hizmet kılgan şu. Cashu o da 8 qitim tedbir tiko işletidu. 8'nin hemmisi de tuluk g'alaba kazandı. Əsərdə birdən bir tədbiri 100%leşken adam mesela Cashu üçün hiç qaysidan məğlub olub getməyən. Lakin bunun işlətken tədbirinin sani bir qədər az. Yani ikinci birisi bu əsərdəki katta danışmanlar bilan tutuş baxmagan. Üçüncüsü Simayi. Simayini hemmimiz bilimiz, nəhayət yaxtırmız. Şunamı? Simayiga hemmimiz nəhayət amraq. Onun danışmanlığı, sabırçılıqıga hemmimiz qail. Simayi əsərdə o da 14 qitim tədbir işlətken. 10 qitim g'alaba qilgan, 4 qitim məğlub bo'lgan. G'alaba qilish nisbati 71,4%. Hamda bunun 4 qitim məğlub bo'lgan ki 4 qitimning hammasini Kamini Juga Qadi buzayotgan. Şu Jugulyan tarafından məğlub buldu bu 4 qitimning hammasi da. Lekin endi oxirida bu yerki Simayining ömrü hammadan uzun keldi. Shunami? Shuni bilan bu yerki Simayi Jugulyanni oxirida məğlub qilgan bo'ldi hesabda. Endi Simayi bu asardagi eng muhim, eng murakkab shaxslarning birisi. Simayi oxirida elni birlik keltirdi. Simayi Veyxonni qandaq egallab oldi. Masalan, Kungchungjini qandaq yangdi degan to'g'risida endi bu Simayininki tug'ilgandan tortib o'lguncha bo'lgan barliq mazmun yig'inchoqlab yarim soatdan uzoq mazmun qilib, astidagi qaytinchi dodiga ulanmaga esib qo'ydim. Endi mana Simayini yoqtirgan mash mazmun tek anglab baxmaganlar astidagi mazmundan setilib anglasanlar bo'ldi. Ikkinchi tadbirkor Savsav. Savsavni nurg'unlar yoqtirdi, shunami? Savsav asarda jami 23 qitim tadbir ishlatdi. 20 qitim uda g'alaba qildi, 3 qitim mag'lub bo'ldi. G'alaba qilish nisbati 87%. Endi buning mag'lub bo'lishining birisi Dunjoni qasdlashning mag'lub bo'lishi. Ikkinchisi Baya degan Cashu tarafidan bir qitim mag'lub bo'lgan. Yana biri Shirbi urushida Joyu Jugulyanlar tarafidan mag'lub bo'lgan. Shunami? Endi Savsavning bu yerda bir qiziq ishi buningki 100 ishlatgan tadbirda g'alaba qilish persenti yuqori. Lekin boshqalarning tadbiriga, boshqalarning tikosiga dastlab mag'lub bo'lib ketishimi yuqori buning. Boshqalarning tikosiga asalda dastlab mag'lub bo'lib ketdi. U da 14 qitim xalqning tikosiga dastlab ketgan Savsav. Shirbi urushida u da 7 qitim Joyu Jugulyanlarning tikosiga dastlab ketgan. Endi birinchi o'rindagi tadbirkor rangvaz demisem faraz qilib bo'ldinglar, Kamini Juga Qadi shu. Juga Komin bütün bu əsərdə 63 qitim tədbir işlətgan, rəngvazlıq qılğan, 59 qitim g'alaba qilgan, 4 qitim mag'lub bo'lgan. Bunun g'alaba qilish persenti 93,7% yetgan. Ya'ni mening ishlatganimni nəhayət ko'p his qildinglar-ku. 4 qitim mag'lub bo'lgan. Bu 4 qitim mag'lub bo'lishning birisi Jangwei tarafidan mag'lub bo'lib ketgan. İkinci birisini Xaojao buzayotgan bu tadbirni. Üçüncü birisini Simayi yana bir qitim Jugulyanning tadbirini buzayotgan. Yeni bir hamda to'rtinchisini Jimjoni oxirida yo'q saqlayanmaganligini hamda mush tadbirni mag'lub bo'lgan deb qaraymiz. Hamda bu yerki Jugulyanning mush butun asarda Longjungni ko'rsatgan tadbirdan boshlasa, eng oxirida o'lib ketgicha bunun ishlatgan tadbiri rangvazligi haqiqatan nəhayət ko'p, haqiqatan eng katta danışman deyishga bo'ldi. Endi Jugulyanning xalqning tikosiga dastlab ketgan ishi bormi deganda bor. Bir qitim nəhayət oddiy, kulkilik bir tikoga Jugulyan dastlab ketgan. Buni bildiganlar bormi? Piyonlik beqinglar.